Akalar, kosmetika xizmatimizdan reklama qilganimdan keyin kosmetikali ishlar juda ko'p kelishni boshladi bizaga. Ko'rayotgan bo'lsanglar, juda ham sложный bo'lgan ishlarni olib kelishyapti. Aka, bunga bilinmagan bo'lishi chiroyli qilib qo'yish keraksa, yo men sizlarga ishonaman, chiroyli qilib to'ldirib beringlar deb, mana shunaqa grubiy holatga tushgan mashinalarni olib kelishyapti. Inshaalloh bu mashinamizni kalinka va eshik qismiga pacho miatinalarni tekis formaga keltirib, keyin kraskalarni xudo xolisa inshaalloh chiroyli qilib to'ldirib beramiz. Akalar, mashinamiz tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Nima deyapti akalar, o'zingizlar baho berib qo'yasizlar degan umiddamiz. Fikringizni kommentariyada qoldiringlar. Mashinamizni zavod holi miatinalarni idealni chiqarib, kraskalarni bilinmagan qilib to'ldirib berdik. Va bundan tashqari mashinamizni polniy polirovka qilib berganmiz.